Assalomu alaykum, efirda kun xabarlari kanali. Isroil bosh vaziridan Eronga tahdid. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu: agar Eron Isroilga hujum qilish kabi halokatli xatoga yo'l qo'ysa, biz Eronni ilgari hech qachon ko'rmagan kuch bilan jazolaymiz deb javob bergan. Bu yerda tabiiyki shuni tushunish mumkin. Benyamin Netanyahu aytishicha, Isroil avval ko'rmagan qurollari bilan biz Eronga zarba beramiz demoqda. Bu esa Eronni juda og'ir ahvolga solib haqida ham xabar bergan. Eron rasmiylari ham bo'layotgan vaziyatlarga jimgina qarab turgani yo'q. Eron rasmiylarining xabar berishicha, Eronga AQSh yoki Isroil birinchi bo'lib zarba yo'llasa, Eronning javobi juda dahshatli va shafqatsiz bo'lishini xabar bermoqda. Vaziyatdan shuni ko'rishimiz mumkinki, kimda kim birinchi bo'lib o't ochishni boshlasa, ikkala taraf ham buni badali juda og'ir bo'lishi haqida xabar bermoqda. Tabiiyki Eronda ham yadroviy arsenallar juda kuchli bo'lib, Eronning tahdidi ham asosli deb o'ylayman. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishingizni so'raymiz. Bu shunchaki tahdidmi yoki urush bo'lishi mumkinmi? Kanalimizni kuzatib boring, bizning kanalga obuna bo'ling, like bosib, bizning kanalni qo'llab-quvvatlang. E'tibor uchun rahmat. Irnoy agentligiga bergan intervyusida Eronning tashqi siyosat va milliy xavfsizlik bo'yicha qo'mita a'zosi Abulfazl Zafronovning xabar berishicha, agar Qo'shma Shtatlar yoki Isroil Eronga birinchi bo'lib o't ochishni boshlasa, Donald Tramp Amerika Qo'shma Shtatlarining so'nggi prezidentiga aylanishini aytib o'tgan. Bu gapdan so'ng shuni tushunish mumkinki, agarda Qo'shma Shtatlar yoki Isroil Eronga birinchi bo'lib o't ochsa, Eron Qo'shma Shtatlarni xaritadan o'chirib tashlashni va'da bergan. Vaziyat borgan sari og'irlashib bormoqda. Ikki davlat ham bir-biriga tahdid qilishni to'xtatmayapti. Hurmatli kanalimiz a'zolari, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin va albatta bu biz uchun juda qiziqarli bo'ladi. Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, like tugmasini bosing, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang.